ikimiz savdo sohbeti ötküzümüz dedi. Beijing'e Amerika Qo'shma Shtatlarının yuqori darajadagi amaldorlarini avatdi. Bunda aytganda prezident Trumpning vakillari desin bu. Avatdi Beijing'da Amerika bilan Jungo o'tirish savdo sohbatida ilgirlashildi. Qatmanli xizmat. Endilikki nima deydi endi? Savdo sohbati. Avval hurmat, keynidan askariy qism. Partiya gazeti shundoq dedi. Mavzuda xabar 5-ayning 8-kuni Jungo'ga nazar torbeti e'lon qilindi. Bu ham xabar shaklli bir maqola ekan, buning avtori Tongshin Yuan. Maqola bundoq boshlandi. Amerika Jungo savdo sohbati birinchi qismi rasmiy oyoqlashdi. Amerika savdo sohbat vakillar umiga allaqachon Amerikaga qaytib keldi. Amerika bilan Jungo o'rtasida amaliy manfaat to'qinishi bor. Ikki tarafning savdo to'qinishini hal qilish choralarining farqi intayin cho'ng. Ikki taraf tushuntirayotgan iqtisod tartibi ham o'xshash emas. Demak, ziddiyatlarning manbi-manmushadi farq bor dedi. O'xshash emas. Masalan, savdo sohbati o'tirib qo'yilgan emaslik, mening ko'z qarashim nima? Sening ko'z qarashing nima? Jungoning ko'z qarashi nima? Amerikaning ko'z qarashi nima? Talab fikrlari nima? Farq bor dedi. Bu qatam ikki davlat o'rtasida elib berilgan savdo sohbati ko'p bo'lganda bir qatamliq uchrashish. Hatto avval hurmat, salom kaynidan askariy qism degandek bir ish bo'ldi. Shu darajaga ham kaskin, hem salam saatiyle sohbatga o'ltirish, hem keskin hech narsa hal qilmay o'rnidan turib ketishdi. Aqsaroy axborot ishxonasi bunday ko'rsatdi. Amerika savdo sohbat vakillari Jungo amaldorlari bilan Amerika Jungo savdo munosabatlarini tanqidlashtirish, aqliy mulk huquqini qo'g'dashni kuchaytirish, texnika o'tinib berishga majburlash qatorliq bir qator masalalar to'g'risida suhbatlashdi. Bir qator masalalar to'g'risida suhbatlashdi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan prezidenti Trump javob qaytarib bunday ko'rsatdi. Men Jungoning rais Xi Jinpingni hurmat qilganligim uchun shunday yuz xatir qildim. Lekin ikki davlat o'rtasida qizil raqam cho'qim hal qilinishi kerak. Qaraganda ikki davlat o'rtasida savdo to'g'risida elishish davomlashadigan ko'rinadi deydi Tongshin Yuan. Balki elishdan san'atlik o'yinlari pat arada sahnaga chiqdi. Biron xabarlarda Jonxayning iqtisod amaldorlari prezident Trumpning iqtisod siyosatidan qoymoq qoldi deb ko'rsatilgan. Amerika suhbat vakillarining o'tirib qo'yganlari birinchi qizil raqamni azaytish. Bu qatam Beijingda Amerika suhbat vakillarining o'tirib qo'ygan mavzulari birinchi qizil raqamni azaytish. Ikkinchi Jungoning bozorini keng ko'lamda ochib o'tish. Demak, bu bir davlat bilan bir davlat o'rtasida bo'lgan savdo bo'lgan ishlar, to'g'rimi ya? Amerika ikki masalani o'tirib qo'ydi deydi Tongshin Yuan apandi. Keng ko'lamda bozorni ochib o'tish. Bu Amerika o'tirib qo'ygan qisqacha ikki nuqta. Yoki barliq suhbatlarning muhim ikki nuqtasi. Lekin deydi Tongshin Yuan apandi, bu nuqtalar Jungo uchun intayin qiyin nuqtalardir. Yoki Jungoliklar buning uchun darhol ma'qul deyamaydigan intayin qiyin nuqtalardir. Beijing yo'l qo'ydi. Liuxa bir parça tizimlikni, jadvalni ko'tarib Amerikani ziyorat qildi. Yana bir xabar. Mavzuli xabar 5-ayning 9-kuni Dovi torbeti e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Jungo Amerika savdo suhbat vakillarining Jungoda o'tkazgan suhbati besish hosil qila olmadi. Mana yangi xabar, bugun 9-kunda xabar. Jungoning yuqori darajali bir nafar amaldori Washingtonni ziyorat qilib, Amerika taraf bilan davomli suhbat o'tkazdi. Demak, Beijingdagi suhbatning davomi hamda Washingtonda o'tkazildi. Amerika matbuotlari bunday ko'rsatdi. Jungo ba'zi yo'l qo'yishlarga tayyorlik qilyapti.
belki tayyorlik qilib kelish mumkin. Ba'zi yo'l qo'yishlar, lekin nimada, qaysi soat, qanday yo'l qo'ydi bu to'g'ridagi gap yo'q. Konkret gap yo'q. Volkut 8-5 ayning 9-kuni bunda xabar qildi. Washingtonda kelar hafta o'tkaziladigan suhbatda Jungo texnik ko'p Amerika mahsulotlarini sotib olishni o'ttirib qo'yishi mumkin. Faqat ham Lixa Beijingdan Washingtonga kelib biz endi texnik ko'p Amerika ishlab chiqargan mahsulotlarni texnik ko'p sotib olamiz. Demak bu yo'l qo'yish deydi. Dardis qanchalik aniq emas. Chunki Amerika Jungo her ikki taraf Jungo Amerika o'rtasida savdo urushi portlashdan saqlanishning eng yaxshi choralarining biri Beijing Amerikaning har xil mahsulotlarini sotib olish masalasidir. Demak, yig'inchoqlaganda ikki davlat o'rtasidagi savdo so'rkilishi, savdo urushi deyilgan masalalarning hammasi yig'inchoqlab aytganda Jungo sen bozorni keng ochib o'tamsan. Amerika Qo'shma Shtatlari bu bozorga kirib keladi, mahsulotlarni olib keladi, qanchalik sotib olasan, qanchalik kelishga yo'l qo'ysan, ham tomojin bejini qanchalik azaytsan, mushu masalalar. Agar bu masala alvomizcha ikki tarafda ketyapti, alvomizcha uning vaziyatning keyingi taraqqiyoti, keyingi ish. Bugun shuni deb turaylik, ikki tarafda ketyapti degan gap Sharq Shimoliy Osiyoda Chavushan bilan yadro qurollari suhbat emasiz. Az günde Prezident Trump bilan Kim Jong-un o'rtasida boshlanadi. Beijingda Jungoning savdo suhbat vakillari bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo suhbat vakillari. Ham buning davomi Washingtonda boshlanadi. Hozir Lixa yo'l qo'yish uchun Amerikaga yetib keladi kelar hafta deydi. Demak, ilk maqolamizda taslim bo'lishning ikki xil yo'li. Biri hozir taslim bo'lsang qo'lini ko'tarib, o'ri turib taslim bo'lsa, yuz va xatarlik, yuz xatarlik bo'ladi. Agar hozir taslim bo'lmasang, yukinib o'ltirib taslim bo'lsa, uning farqi yana shu yerdiki, lekin yukinib o'ltirishning o'zining bir o'lcham bo'lish kerak. O'lchamlik taslim bo'lishni tanlab olishing kerak deydi. Men bularni taslim bo'lish demayman, lekin men xabarlarni yetkazyapman, hurmatli vatandoshim. Bir davlatning g'ururga chaqilishning yoki bir millatning g'ururga chaqilishning hojati yo'q. Bu Uyg'urning axloqi emas, men shunday qarayman. Bu taslim bo'lish emas. Ikki davlat o'rtasida savdo munosabatini qanday hal qilish? Tang puxliqni qanday hal qilish? Ikki davlat o'rtasidagi savdo tangsizligini qanday hal qilish? Lekin oxirida boshda biz sizga leksiyalar deb keldik-ku. Eng muhim masala savdo, tijorat masalasi emas. Fan texnika, yuqori darajadagi fan texnika masalasi. Buni Jungoning egallashi kerakmi, yo'q degan masala. 21-asr 2025-yil Jungoda yasaldi degan texnika masalasi. Bu masala bir davlat iqtisodining, bir davlatning ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiy qilishining, ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiy qilishining, iqtisodni taraqqiy qildirish 4 kunlik rol o'ynaydiganligining tibbiy nishonlari mana bu yer. Gap shu ekanki, bu texnikani egallash orqali dunyoga keyingi vaqtda kim ta'sir ko'rsatishi kerak? Amerika Qo'shma Shtatlarimi yoki Jungo? Masalan, tuguni mana bu yer. Hurmatli vatandoshlar.